Bismillahirrahmanirrahim. Miras oyatlarininki 3-si Sur Nisaning 176-oyati. Alloh Taala bu oyatda endi meyitning dadisi bir, anasi bir tuqqani va yoki meyitninki anasi boshqa bo'lsa-mu, dadisi bir tuqqanlarninki mirosni bayon qilib turdi. Alloh Taala shuni deydi: "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala." Ular senden so'rashidi, aytqinki, Alloh Taala kalala haqida, yani sizlarga fatvo beradi. Agar bir kishi halok bo'lib ketsa, uning bolasi bo'lmasa va uning bir qiz qarindoshi bo'lsa, o qiz qarindoshi shu meyit qoldirib ketgan mirosning yerini oladi deydi. Qiz qarindosh, mushatli qiz qarindosh, diqqat qilamiz. Uxti shaqiqa va uxtli ab. Yani dadisi bir, anasi bir qiz qarindoshi va yoki anasi boshqa bo'lsa-mu, dadisi bir qarindoshi. Cho'qim dadisi tarafdan bir tuqqandoshlik munosabati bo'lish kerak. Shu chaqda bu qizlar yolg'iz bo'lib qolsa, 3dan birini oladi. Nimishqa 3dan birini oladi? Nimishqa biz 2dan birini oladi? Nimishqa biz buni dada taraf tuqqani desak, yani oldingi oyatlarda mudduq Zakariya misli hazil unsayin deb, o'g'il bola, qiz bolani chiqroq oldi deb. Ishkilishni chiqroq oldi. Davomliq dada taraf chiqroq oldi. O'g'il taraf chiqroq oldi. Har kishi chiqroq oldi. Shuning uchun 12-oyatda qiz bolamizni yolg'iz qolsa, ahli sen yolg'iz bo'lgan uxtli yolg'iz qolgan holatda u 6dan 1 oldi. Bu yerda 2dan 1 oldi. 2dan 1 6dan 1dan ko'p. Shuning uchun biz bu oyatdagi uxtni dadisi bir, anasi bir, qiz qarindoshi yoki anasi boshqa bo'lsa, dadisi bir, qiz qarindoshi deymiz va 12-oyatdagi bo'lsa, ahli uxtli deymiz. Yolg'iz qolsa 2dan 1ni oladi. Chuqur kalala bo'lgan ahvolsi bo'lish kerak. Ya'ni u meyitning miyada debdi, laysa lahu walad. Biz deb o'tganda kalala deganimiz meyitninki dadisi yo'q va farzandlar bo'lsa kalala bo'ldi. Dadisi bo'lib qolsa va o'g'il yoki qiz farzandlar bo'lib qolsa, bu qiz qarindoshlar bilan o'g'il qarindoshlar bilan bo'lani yana mirosdan cheklab qo'ydi. Endi bu yerga qiz qarindosh yolg'iz bo'lib qolsa 2dan 1ni oladi. Sharti kalala bo'lish kerak. Dadisi bo'lmasligi, qiz yoki o'g'il bo'lmasligi kerak. Va huwa yarisuha illa ma kullaha walad. Shundaqla meyit oldidikisi meyit er kishi bo'lgan holatda, akisi bo'lgan holatda. Endi meyit shundaqla ayol kishi bo'lib qolsa, ya'ni singlis bo'lib qolsa, o'xshashla akisi singlisni miros olaydi. Illa ma kullaha walad. Qizlarniki bolasi bo'lmasligi kerak. Yoki o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin. Agar o qizlar deydi, 2 bo'lib qolsa, 2 yoki 2dan ortiq bo'lsa, masalan 2 dona uxti shaqiqa yoki uxtli ab bo'lib qolsa, 3dan 2ni oladi. Agar deydi, ya'ni bir ahvol va imkonu ikhvatar rijal va nisaa, bir kishi o'lib ketdi. Uningki qiz va o'g'il qarindoshlar qoldi dada tarafdan. Dada tarafdan mayli anasi bir bo'lsin yoki anasi bo'lsin, qiz yoki o'g'il qarindoshlar qolgan bo'lsa, u chaqda lizzakari mislu hazil unsayay. Masalan, uxti shaqiqa, akh shaqiqa qoldi. Bu chaqda er kishi mavi qiz bolaninki, o'g'il qarindoshi, qiz qarindoshining ikkasini oldi ilk ahvolasida. Mushning bilan 12-oyatdagi mushu ahli uxtli o'xshamaydi. Bular masalan mana shu ikisini gap qilgan bo'lsa, masalada 3dan 1ni bergan bo'lsak, bular tap-tap oladi. Mavi 6dan 1ni, mavi 6dan 1 tan oladi. Ammo mavi 176-oyatdagi bo'lsa, akh shaqiq bulamdi yoki ahli ab bulamdi, 2ni oladi. Lekin bu ikilisi cho'qim uxti shaqiqa bilan akh shaqiqa birga qas bo'ldi yoki uxtli ab bilan anasi boshqa dadasi bir ahli ab birga hosilda, lekin o'g'il qarindosh qiz qarindoshning 2 ulushini oladi. Topqan molni 3 bo'lib bilan buni yonga bir ulush, buni 2 ulush, bir so'z degan gap. Hisoblashni buni tafsili o'rganamiz. Ashabul furud asbab hammasida tafsili bayon qilamiz. Hozir faqat shu oyatlarni sharhlavatimiz. Oyatlarni diqqat qilgan narsa 11-oyatdagi
balalar bilan ota-onaning ulushi. 12-chi oyatdagisi ana taraf qarindishi, o'g'il qarindish bo'lsa, yoki qiz qarindish bo'lsa, ana taraf qarindishi bilan er va ayolniki. Er mesela ögüçe ayol kishi bo'lsa, uniki farzandi bo'lmasa, qiz bilan o'g'il bo'lmasa, er kishiga ikkidan birini yozamiz, farzand bo'lib qolsa, to'rtdan birini yozamiz. Ayol kishi mirosxo'r bo'lsa, yo'lda tugab ketgan bo'lsa, erniki farzandi bo'lmasa, to'rtdan birini oladi, farzand bo'lsa, 8dan birini oladi. Endi qarindoshlari degan joyim cho'qim diqqat qilgan nuqta, yana bir ta'kidlayman. 12-chi oyatdagi qarindosh degani ona taraf ahli qutli bu kalana bo'lishi kerak, dadisi bo'lmasi kerak va farzand bo'lmasi kerak. Meyitning farzand bo'lib qolsa, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, dadisi bo'lib qolsa, bular malani cheklab qo'ydi. Bular bu ahvolda bular olmaydi. Ular yo'q ahvolda oldin yolg'iz qolsa oldidan bir birlik kelib qolsa 3dan 1 oladi. Ham o'g'il va qiz birlik kelib qolsa, shu 3dan 1ni tatmadan oladi. Odam saniga qarab turib tam bilamiz. Ammo 176-chi oyatdagisi bu jiqroq bo'lganligi uchun mesela bu xuddi deb, buni kalalar o'xshash dadis bo'lmasa kerak va o'g'il va qiz bo'lmasa kerak. Mushtaq ahvol ostida anonikin yolg'iz qolsa, shaqiqa bo'lsa 2dan 1ni oladi. Uni cheklaydigan odam bo'lmaganligi uchun agar bir qancha bo'lib qolsa, 2dan 2ni oladi. O'g'il va qiz birga kelib qolgan bo'lsa, o'g'il 2 ulush va qiz 1 ulush oladi. Ish qolgandan keyin. Shuning bilan u noyatda diqqat qilgan yer o'xshamaydi.